Manda kuniga bittadan rak topaman har kuni. Har kuni. Agarda bu preparatni qabul qilmasangiz, qalqonsimon bezda rak kelib chiqishi mumkin. O'zbekiston sharoitida yod yetishmovchiligi bo'lganligi uchun oxirgi paytda juda ko'p bemorlarda aynan qalqonsimon bezda tugunlar, o'smalar paydo bo'lgan. Agarda siz har kuni yod preparatlarini qabul qilmasangiz, sizda ham bunday tugunlar va o'smalar paydo bo'lishi mumkin. Bolalarga qalqonsimon bezini yaxshiroq ishlashi uchun har kuni kuniga 100 mikrogram yod preparatini berish, ularni xotirasini yaxshilashga, qalqonsimon bezini yaxshiroq bo'lishiga, bo'yini yaxshi o'sishiga hamda ko'p narsalarni eslab qolishi, o'qishidagi xohishni kuchayishiga sabab bo'ladi. Homilador va emzikli ayollarga esa har kuni 200 mikrogramdan yod preparatlarini qabul qilish ularni emziklik vaqtidagi sog'liqlarini yana ham yaxshi bo'lishiga sabab bo'ladi. Katta yoshdagi insonlar esa har kuni 100 mikrogramdan yod qabul qilishlari kerak. Bu esa qalqonsimon bezda o'smalar paydo bo'lmasligini oldini olib beradi. O'zbekistonda yashovchi har bir inson yod preparatini ichish kerak va bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ysangiz foydali bo'ladi. Masalan, aytishadi, yod mahsulotlarini yesak bo'lmaydimi deyshadi. Masalan, bitta xurmoni kuniga 2 kilo yesangiz, keyin sizni bir dona yod preparatingizga to'g'ri keladi. Siz har kuni 2 kilo xurmo yemaysiz-ku. Yoki o'sha xurmo o'sayotgan yer bu O'zbekistonning yeri. U yerda yod yo'q. Qanaqasiga xurmoda yod bo'ladi? Yoki dengiz mahsulotlar, baliqda masalan yod bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. U baliq dengizda tuzlangan suvda suzmagan, u ko'lda suzgan, ko'ldagi baliqqa olib yeyamiz, unda yod yo'q. O'shaning uchun yod preparatlarini ichish bu eng oson yo'li. Yoki yodlangan tuzni ishlatish, yodlangan un bor, o'shani ishlatish ham qanaqadir o'sha holatdan olib chiqib ketishi mumkin. Lekin tuzni hamma ham har kuni 5 gramdan yemaydi-da.